Sodiq, mendan xafa bo'lma. Meni boshqa bezovta qilma. Sodiq, mendan xafa bo'lma. Meni boshqa bezovta qilma. Menga qog'ozga o'ramasdan gapiravering. Doktor, onam tuzalib ketadilarmi? Uka, onani kasalliklari juda ham og'ir. Uni davolash uchun juda katta pul kerak. Shunda ham tuzalib ketishlariga kafolat yo'q. O'rtoq, xavotir olma. Onaxon yaxshi bo'lib ketadilar. O'rtoq, bilasan, onamga mazalari yo'q. Doktor ham gapini eshitding. Davolashga katta pul kerak. Eshitdim. Shu ish qilishga majburman. Billat. O'rtoq, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Men ham sen bilan birgaman. Kerak bo'lsa oxirigacha. O'rtog'im, menga nimadir bo'lib qolsa, oilam, singlim senga omonat. Xavotirlanma. Men sen bilan birgaman. Nima bo'lishidan qat'iy nazar. Senga ishonaman. Boringga shukr. Sendan boshqa turib beradigan yo'q. O'y, seni tashab keta olmayman. Tushunyapsanmi? Tur o'rtoq. Menga qara. Oilam senga omonat. Bor. Toshkent 2008-yil. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Mamalarni sizlarga berib yuborishuvdi. Tinchlikmi? Kimdan bu? Akangiz o'rtoqlari berib yuboruvdi. Mamani ham olib qo'ying. Nima bu? Kamkursiylik ishlatasizlar. Men yana xabar olib turaman sizlardan. Onaxonga salom ayting. To'xtang buni. Oyjon, keling. Yelkangizga tashlab oling. Voy qizim. Dori ichadigan vaqtingiz bo'lib qoldi. Voy qizim. Bugun akangni tushimda ko'ribman. Seni tug'ilgan kuningda tort ko'tarib kirgani esingdami? Hammamiz xursandchilik qilib dasturxon atrofida o'tirgan ekanmiz. Sardor Ahmad, men uyda bo'laman. Ana. Assalomu alaykum akajon. Assalomu alaykum, onajonim. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi, bolam? Rahmat. Singlim, tug'ilgan kuning bilan tabriklayman. Sen yaxshi ko'rgan tort olib keldim. Rahmat akajon. Tug'ilgan kunni boshlaymizmi? Duolarda so'rayman. Xudoga yetsin nolam. Iqbolingni ko'rayman. Borliging baxtim bolam. Mazza qilib o'tirdik-a. Endi diskotekaga bormaymizmi, ha? Yaxshi o'tirdinglarmi? Ha, cho'tki. Mana shu o'tinglar. Bu o'tga o'zingni ham qo'shib yozganmisan? Nimalar bos? Qo'llarida. Bu nima qilganingiz? Oling qo'lingizni. O'zingni bosu. Sani ham sening bordir. Ahmoq. G'alati ekan-u, lekin zo'r narsa ekanda.
Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mashinani olib olasizmi? Men buni onaxonni dorilarga ishlatib turasizlar. Men yana xabar olib turaman. Rahmat. Onam tinchlikmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Bolajonim, akajonim, Nimaga ko'rinishingiz yaxshi emas, onajon? yaxshiman bola. Seni kutib ko'zlarim to'rt bo'lib ketdi-ku bolajonim. Yurak bag'rim ezilib ketdi bolam. Bilmadim seni ko'ra olamanmi yo'qmi? 5 kunligim bormi yo'qmi bolam? Oyjon, unaqa demang. Iltimos. Unaqa demang onajon. Dorilaringizni vaqtida ichmayapsizmi? Bolajonim, o'zingni ehtiyot qilgin, xo'pmi? Bolam. Yaxshi yomon gapirgan bo'lsam, mendan rozi bo'lgin bolam. Yo'q, nimalar deyapsiz? Unaqa demang onajon. Men seni Qani juda ko'ryapsiz? yaxshi ko'raman. Juda Oyi. yaxshi ko'raman. Sendan mingdan men roziman bolam. O'zim o'rgilay qo'sh ko'zlaringdan bolajonim. Onajon, sizni yaxshi ko'raman. Kechiring meni. Agar mana shu uchrashuvimiz onam bilan oxirgisi bo'lganini bilganimda edi. Bu ishlarni qilmagan bo'lardim. Meni kechiring onajon. Aybdor o'g'lingizni kechiring. Zebo, yaxshimisan? Onam qanday? Onam yaxshimili? Tuzukmili? Mazalari yo'qmi? Gapirsang-chi. Zebo, sendan so'rayapman. Gapirsang-chi. Gapira qol, nima bo'ldi onamga? Oyimiz endi yo'qlar. Nima? Tashlashma senim. Meni qo'rqitma iltimos. Qanila oyim? Zebo. Zebo. Qanila onam? Aka. Meni kechiring. Men to'yib ketdim. Hammasidan to'yib ketdim. Yo'q, Zebo, unaqa dema senim. Iltimos. Zebo. Boshqa sabrim yetmaydi aka. To'yib ketdim hammasidan. Aka. Men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Lekin sizni ko'rgani boshqa kelmayman. Zebo, unaqa dema senim. Men endi onam ham yo'q. Unaqa dema senim. Men borman senda. Hech kim yo'q. Akajon, meni kechiring. Zebo. Sinem, Zebo. Zebo! Zebo! Zebo, Sinem, meni tashlab ketma! Sinem! Zebo! Zebo! Onajon, ana aytgan ishimga kirdim. Voy rostdanmi? Zo'r-ku bola. Hali millioner bo'lib ketsam, ha? Voy hali qarab turgin milliarder bo'lib ketasan bola. Amin. Xudo Erkak xohlasa. kelsin. Zebo. Ha, xomushsan? Zebo, Sinem, nima bo'ldi? Tinchlikmi? Qani Sinem, aytchi, kim xafa qildi? Hamma yog'ing yaxshimi? Yaxshi. Ishqatingga hech narsa qilmadimi? Yo'q. Kim xafa qildi? Qani menga aytchi. Maktabdagi bolalar. Yur, maktabingga boraylik. Ha, ne unaqa xomush kirdi? Voy, qatga bolam. Oyi, hozir kelamiz. Seni qaysi biring xafa qilding? Zeboni sen xafa qildingmi? Yoki senmi? Qaysi biring?
Menga qara, yana bir marta xafa qilsalaring, mazingni qochiraman. Tushundilaringmi? Surlaring bo'tdan. Patsalla. Akam mani. Himoyachim. Akajon, sizni juda ham sog'inib ketdim. Men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Siz meni har doim himoya qilasiz-a?